Men 22-maktab sardoriman. Hozir biz maktabimizni direktori bilan jonli intervyu olamiz. Qani ket. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Bizni kuzatuvchilarimizdan sizga bir nechta savollar tushgan. Ularga javob berishga tayyormisiz? Mayli, harakat qilaman. Avvalambor o'zingizni tanishtiring. Men Shahnoza Raimona Ruzimatova, Angren shahar 22-o'rta maktabining direktori lavozimida ishlayman 7 yildan buyon. Unda birinchi savolga o'tamiz. Maktabimizni boshqarishda siz uchun eng muhim jihatlar nimalar? Maktabni boshqarishda birinchi navbatda farzandlarimizni mustaqil hayotga tayyorlash. Hozirgi kunda nima muammo bo'lyapti? Bolalarimiz ilm olyapti, lekin hayotga mustaqil hayotga qadam bosgandan keyin o'sha ilmlarni qo'llashga qiynalishyapti. Ya'ni kimdir o'zini qiziqqan tomonini topmasdan boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Masalan, mexanika bo'yicha institutni tugatib, taksichilik qilyapti. Bu degani o'sha bolalarimiz o'zini bilimini amaliyotda qo'llashga qiynalishyapti. Shuning uchun mana shu bolalarimizga kompetensiya bilan, ya'ni o'sha bilimlarni amaliyotda qo'llash hamda yaratish ilmlarini o'rgatish. Keyingi savolimiz, o'quvchilar bilan muloqot qilish va ularni fikrlarini tinglash siz uchun qanchalik muhim deb o'ylaysiz? O'quvchilarning fikrini tinglash birinchi navbatda muhim. Mana shu ta'lim sistemasidagi eng birinchi muhim vazifamiz bolalarni fikrini tinglash. Chunki bolalar nimani xohlayotganini bilganimizdan keyin biz unga kerakli narsani beramiz. Shuning uchun birinchi navbatda o'quvchilarimiz fikrini ayta olishi kerak. Nima xohlayapti, nima xohlamayapti. Biz pedagoglar esa o'sha bolani qiziqishiga qarab, talablariga qarab, ruhiy holati, uyda nima muammo bo'lyapti, hamma holatlarni o'rganganimizdan keyin unga bir munosabatda bo'lishimiz kerak. Bu birinchi navbatda. Birinchi navbatda pedagoglar o'quvchini ishonchini qozonishi kerak. O'quvchi mana shu maktabga ishonch bilan, mana shu yerda uni himoyada ekanligini his qilib, davlatimiz tomonidan himoyasini his qilishi kerak. Hamda mana shu yerda olgan bilimlari uni katta bir kelajakka, orzu maqsadlarga yetishtirishini biz o'quvchi tushuna olishi kerak. Tushungandan keyin bizda ham o'quvchilar natija yaxshi bo'ladi, ham o'qituvchining natijasi yaxshi bo'ladi. 22-maktabimiz rahbari sifatida yoshlarimizga qanday maslahatlar berasiz? Rahbar sifatida, nafaqat rahbar sifatida, balki bir inson sifatida men o'zimga bergan maslahatlarimni bolalarga beraman. Birinchi navbatda menga savol berishadi: Shahnoza Raimona, siz charchamaysizmi, dam olmaysizmi, nimaga boshqa deb menga kuch beradigan, menga oldinga intiltiradigan narsa nima? Birinchi navbatda ishonch, kelajakka ishonch. Mana shu harakatingizni orqasidan albatta natija bo'ladi. Natija kuch beradi. Masalan, bitta etapni bosib o'tdim-a. Masalan, kecha bitta katta imtihondan o'tib keldim. O'rtoqlarim meni tabriklayapti, tanishlarim: "Voy, Shahnoza Raimona, juda ham omadlisiz, siz doim muvaffaqiyat qozonasiz." Ha, omadliman, chunki men tuni bilan uxlamaganman deyman o'zimning ichimda. Tushunyapsizmi? Hamma muvaffaqiyatga yetkazib boradigan narsa bu ishonch, o'zingizga bo'lgan ishonch. Qolaversa, sizni orqangizda ota-onangiz turibdi, meni orqamda farzandlarim turibdi. Mana farzandim bugun yaxshi natijalarga erishib keladi, yaxshi baholar olib keladi deb, ikkinchi navbatda natijaga erishsangiz, u sizga 10 barobar katta kuch beradi. Ammo Robiyaxon, endi seni hech narsa to'xtata olmaydi. Mana shu maslahatni bolalarga berarim. Ishonish kerak, kelajakka ishonish kerak. Vatanimizga, mana O'zbekistonimizga kundan kunga nima bo'lyapti? Rivojlangan davlatlar nimasiga qo'shilyapti. O'zbekistonimizda mana o'quvchilar, men birinchi direktor bo'lib kelganimda qancha bola bor edi? 650 ta bola bor edi. Hozir 1300 taga yaqinlashyapti. Mana 7 yil ichida 2 barobarga oshdik. Bu degani bizni davlatimiz rivojlanish yo'liga o'tdi. Rivojlangan mamlakatlarda aholi soni oshadi, turmush darajasi oshadi. Bu degani demak kelajakka ishonch. Biz O'zbekistonimizni kelajagi buyuk. Mana shu vatanimizni kelajagiga nima qilish kerak? Hissani qo'shishga harakat qilish kerak. To'g'rimi? Mana shu o'zgarishlar hammasi kimdir mehnati bilan bo'lyapti. To'g'rimi? Mana hozir mana telefonni kim yaratgan? Kimdir yaratgan, biz foydalanyapmiz. Ruchkani kim yaratgan? Kimdir yaratgan, biz foydalanyapmiz. Kompyuterni kim yaratgan? Kimdir biz faqat iste'molchi emas, biz ham nimanidir yaratib
taqdim qilishimiz kerak, to'g'ri? Nimaga endi faqat iste'molchi bo'lib o'tib ketishimiz kerak emas. Mana shu kimlardir yaratgan joylarda o'qiyapmiz, kimlardir yaratib ketgan narsalardan foydalanyapmiz. Biz ham o'z navbatida javobini berishimiz kerak. Biz ham nimanidir yaratib kelajakka qoldirishimiz kerak. Mana shu buyuk maqsad bilan, ulug' maqsad bilan yashasak, albatta orzularingizga yetish oson bo'ladi. Maktabimiz rahbari Shahnoza Raimovna juda ham ko'p yutuqlarga erishib kelgan. Keling so'raymiz. Bizning yosh avlodlarimizdan nimalarni kutasiz? Yosh avloddan juda ham umidim katta, chunki hamma davlatimiz hamma sharoitni qilib beryapti bolalar uchun. Bir yo'q, qilmayman, erisholmayman, men maqsadimga yeta olmayman degan narsani o'zi yo'q, to'g'rimi? Mana shunday yorug' maktablar, shunday xonalar, ustozlar, eng yaxshi, eng sara ustozlar. Darsdan keyin mana to'liq soat 7-8 gacha maktabimiz ishlayapti, to'g'rimi? Mana to'garaklar 8da ham o'quvchilarimiz o'qib yurganini ko'rib, men xursand bo'laman, faxrlanaman shu bolalarimiz o'qib maqsad uchun harakat qilayotganini. Men kutaman, ishonaman, bolalarimiz mana shu davlatimizni eng rivojlangan mamlakatlar darajasiga qo'shadi. Har bitta bolani, har bitta shaxsni, har bitta fuqaroni mana shu vatanimiz uchun hissasi bo'lishi kerak. Men vatan menga nima qilib berdi emas, men vatanga nima qilib bera olaman degan maqsad bilan yashasa, u odam o'z-o'zidan muvaffaqiyatli bo'lib ketadi. Tushunyapsizmi? Kimdir o'ylaydi, pul uchun harakat qiladi, yaxshi aytishlik bo'laman yoki masalan yaxshi nima qilaman, daromadni o'ylaydi. Yo'q, daromad o'ylamash kerak. Birinchi navbatda insonda oliy maqsad bo'lishi kerak. Masalan, o'sha O'zbekistonni o'zgartiraman, dunyoni o'zgartiraman yaxshi tomonga. Ana o'shanda pulni o'zi oqib keladi sizga. Ana o'shanda sizni hech kim to'xtata olmaydi. Siz bilan suhbat qilish juda ham qiziqarli bo'ldi. Sizni maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Ishingizga muvaffaqiyat tilaymiz va ishonchingizni albatta oqlaymiz. Albatta sizlarga ishonaman. Rahmat kattakon. Biz albatta kelamiz.